Brauzerga kirib, brauzerdan managerpro.uz saytiga o'tamiz. Saytni ssilkasi описаниеda yozilgan. Saytga o'tganimizdan so'ng menejerlik platformasi kirish tugmasini bosamiz shaxsiy kabinetga o'tish uchun. Kirish tugmasini bossak, IDEGO.uz portaliga o'tkazadi. IDEGO.uz portalidan login parol kiritamiz. Login parol kiritganimizdan so'ng kirish tugmasini bosamiz va shaxsiy kabinetimiz ochiladi. Shaxsiy kabinetda o'zimiz haqida ma'lumotlar bo'ladi. Agar to'ldirilmagan bo'lsa, mana SMS uchun telefon joyini telefon raqam kiritamiz. Viloyatga viloyat va tumanga tumanni tanlaymiz. Bu yerda ma'lumotlarni to'ldirganimizdan so'ng keyingisi tugmasini bosamiz. Ta'lim ma'lumotlari kelib chiqadi. Bu yerda bakalavr, magistr ma'lumotlar bo'ladi. Agar diplom ma'lumotlari chiqmasa, diplom ma'lumotini yangilash tugmasi bosiladi. Agar shunda ham ma'lumot chiqmaydigan bo'lsa, qo'shish tugmasini bosamiz. Qo'shish tugmasini bosganimizdan so'ng bu yerda ta'lim muassasasi nomini tanlaymiz avval. Undan keyin yo'nalish tanlanadi. Yo'nalishni tanlaganimizdan so'ng daraja bakalavr yoki magistr yoki PhD diplomga qarab yo'nalish tanlanadi. Yo'nalish tanlangandan so'ng diplom seriyasini kiritamiz. Diplom seriya raqami kiritiladi. Undan so'ng diplom berilgan sana kiritiladi. O'qish qachondan boshlangan bo'lsa, o'qish boshlangan sana kiritiladi. O'qish tugagan sana. Har bittasini kiritib bo'lgandan so'ng diplomning elektron nusxasi joylanadi. Diplomning elektron nusxasi joylangandan so'ng saqlash tugmasini bosamiz. Saqlaganimizdan so'ng mana ma'lumot kelib chiqadi. Qayta tayyorlov diplomlari ham shu tarzda joylanadi. Ta'lim ma'lumotlarini tekshirib olgandan so'ng keyingisi tugmasini bosamiz. Keyingisini tugmasini bosganimizda staj bo'yicha ma'lumot kelib chiqadi. Bu yerdan hozirgi ishlayotgan asosiy ish joyimizni tanlaymiz. Bundan keyin keyingisi tugmasini bosamiz. Keyingisini tugmasini bosganimizdan so'ng menejerlik o'quv kursi bo'limiga o'tamiz. Menejerlik o'quv kursi bo'limidan amaldagi direktorlar maktabgacha ta'lim muassasasi direktori bo'limiga o'tib ariza topshiradi. Bu yerda ariza yuborish tugmasi bor. Ariza yuborish tugmasini bosamiz. Ariza yuborish tugmasini bosganimizdan so'ng bu yerda ommaviy oferta bor. Buni o'qib chiqib, bu yerda rozilik bildirib imzolash tugmasi bor. Bu yerdan o'zimizni imzoyimizni qo'yamiz. Imzoni qo'yganimizdan so'ng yuborish tugmasini bosamiz. Yuborish tugmasini bosganimizdan so'ng mana arizangiz muvaffaqiyatli yuborildi deb chiqadi. Endi bu yerda biz topshirgan arizalar ko'rinib turadi. Mana maktabgacha ta'lim muassasasi direktoriga ariza yuborilgan. Endi amaldagi emas, nomzodga topshirmoqchi bo'lganlar menejer yana shu ortga qaytib menejerlik o'quv kursi bo'limiga o'tib nomzod bo'lib o'qimoqchi talabgorlar maktabgacha ta'lim muassasasi direktori lavozimiga nomzod bo'limini bosadi. Shu bo'limdan bu yerda talablar bor. Shu bo'limdan ariza topshiradi.
Maktabgacha ta'lim muassasasi direktoriga nomzod ariza yuborish tugmasi bosiladi. Menejerlik o'quv kursida o'qish uchun ariza yuborishga lozimsiz. Ariza yuborish tugmasi bosiladi va mana arizangiz muvaffaqiyatli yuborildi